Odoq tarafimiz. Mana shu yerda yo'l bor. Ikki taraflama yo'l. Bu odoq tarafimiz, orqa tarafimizda, odoq tomonda ham yo'l bor. Keyin bosh tarafda ham yo'limiz bor bizda. 18 sotixli yer, gaz, ichimlik suvi, oqma suv, svet, hamma narsa bor. 2026 yo'llarimiz ham asfaltga tushgan, asfalt bo'ladi. Mana shu tarafda yo'limiz bor. Kadastr uchun bir xonali uy ham solingan. Kadastr hujjati bo'yicha umuman muammosi yo'q. Hujjati hamma narsasi bor.